shu Steve Flumvelkman. Siz bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotgan edim. Keyingi 3 kunni siz bilan bir xonada o'tkazish niyatidaman, ustoz Beril. Biz ziyofatda sherik bo'lamiz, shuning uchun bir-birimizni yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Hurmat bilan so'rashimga ijozat bering, xonani bo'lishini bunga qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Ustoz juda ham sezgir. Notanish odam bilan bir xonada bo'lish stressi, bir-biringizni bilib olishni yanada qiyinlashtiradi deb o'ylayman. Yo'q, bu shunchaki bo'lmaydi. Haligi, shu esda xonim. Shunchaki shu esda deyavering. Yo'q, bu axir. Hammasi joyida. Menga akamga qilgandek murojaat qilishingizni istardim. Yo'q. Xo'sh, endi xonamizga borsak ham bo'laveradi. Qo'rqamanki, men bunday qila olmayman. Sizga qanday murojaat qilishim ustida ishlashim kerak. Unday bo'lsa juda yaxshi. Unda sizga atrofni ko'rsatishimga ijozat bering. Bu yosh ayolga nima bo'lgan o'zi?